Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan umumiy psixologiya fanidan dars mashg'ulotini olib boramiz. Dars mashg'ulotini Pedagogika psixologiya kafedrasi o'qituvchisi Donavir Nozimaxon olib boradi. Bugun sizlar bilan o'rganishimiz kerak bo'lgan mavzuyimiz xotira deb nomlanadi. Mavzuyimizga doir bo'lgan rejalarimiz bilan tanishib chiqsak, birinchi rejamiz xotira haqida tushuncha, ikkinchi rejamiz xotiraning nerv-fiziologik asoslari, uchinchi rejamiz xotiraning turlari, to'rtinchi rejamiz xotira jarayonlari deb nomlanadi. Xotira bu nima? Xotira biz ilgari idrok qilgan, boshdan kechirgan va bajargan ishlarimizni yodda saqlash, keyinchalik ularni eslash yoki xotirlash jarayonidir. Professor Ergash G'oziyev tomonidan xotira tushunchasiga quyidagicha ta'rif berilgan. Xotira atrof muhitdagi voqelikni bevosita va bilvosita, ixtiyoriy va ixtiyorsiz ravishda, passiv va faol holda, reproduktiv va produktiv tarzda, verbal va noverbal shaklda, mantiqiy va mexanik yo'l bilan aks ettiruvchi esda olib qolish, esda saqlash, qayta esga tushirish hamda unutish va tanish hisidan iborat psixik jarayon hisoblanadi. Xotiraning nerv-fiziologik asosini assotsiatsiyalar tashkil qiladi. Assotsiatsiya bizning xotiramizda mustahkamlangan va ongimizda qayd qilingan ayrim voqea va hodisalarning o'zaro bog'lanishidir. Biror buyumni esda olib qolish boshqa buyumlar bilan bog'lash orqali amalga oshiradi. Inson xotirasidagi assotsiatsiyalarni biz 3 ta guruhga bo'lib o'rganamiz. Birinchisi yondoshlik assotsiatsiyasi, o'xshashlik assotsiatsiyasi hamda qarama-qarshilik assotsiatsiyasiga bo'linadi. Yondoshlik assotsiatsiyasi bir necha narsa yoki hodisalarni ayni bir vaqtda yoki ketma-ket idrok qilishdan hosil bo'ladi. Misol uchun sizga maktab vaqtingizni eslang yoki maktabdagi xonangizni eslang deb savol bersak, siz bir vaqtning o'zida maktab vaqtingizni, u vaqtdagi siz bilan birga vaqt o'tkazgan sinfdoshlaringizni, dars mashg'ulotlari o'tgan o'qituvchilaringizni, maktab hovlisini birgalikda xotirangizda gavdalantirasiz. Bu yondoshlik assotsiatsiyasiga misol bo'ladi. Ikkinchisi o'xshashlik assotsiatsiyasi. Hozirgi paytda idrok qilinayotgan narsa bilan ilgari idrok qilingan narsa o'rtasidagi ma'lum o'xshashlikka aytiladi. Misol uchun, bog'chaga boradigan bog'cha bolasi bog'cha opasidagi ba'zi bir xatti-harakatlarni ko'rib ilgari idrok qilgan, ya'ni onasini xatti-harakatlariga o'xshatish holatlari yuzaga kelishi mumkin yoki aksincha. Qarama-qarshilik assotsiatsiyasi hozirgi idrok qilinayotgan narsalar bilan ilgari idrok qilinayotgan narsalar o'rtasida qarama-qarshi belgilar va xususiyatlar bo'lganligiga aytiladi. Misol uchun, yaxshi bilan yomon, yoz va qish kabilar bunga issiq va sovuq bunga misol bo'la oladi. Petrovskiy tahrir ostida chiqqan umumiy psixologiya darsligida xotirani quyidagicha klassifikatsiyalar o'rganish mavjud. Faoliyatda ko'proq sezilib turadigan psixik faollikning xususiyatiga qarab harakat, emotsional, obrazli va so'z mantiq xotirasi. Faoliyatning maqsadiga ko'ra ixtiyorsiz va ixtiyoriy xotira. Materialni qancha vaqt esda olib qolish va esda saqlash muddatiga ko'ra qisqa muddatli, uzoq muddatli va operativ xotiraga bo'linadi. Ergash G'oziyev tahrir ostida chiqqan psixologiya o'quv qo'llanmasida xotira turlari quyidagicha klassifikatsiya qilingan. Birinchisi ruhiy faoliyatning faolligiga ko'ra harakat yoki motor xotirasi, obrazli xotira, his-tuyg'u yoki hissiyot xotirasi, so'z mantiq xotirasi. Ikkinchisi ruhiy faoliyatning maqsadiga binoan ixtiyorsiz, ixtiyoriy, mexanik. Uchinchisi ruhiy faoliyatning davomiyligiga ko'ra qisqa muddatli xotira, uzoq muddatli xotira, operativ xotira. To'rtinchisi ruhiy faoliyat qo'zg'atuvchisining sifatiga ko'ra musiqiy hamda eshitish xotirasi. Beshinchisi ruhiy faoliyatning inson yo'nalishiga qarab fenomenal va kasbiy xotira turlariga bo'linadi. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda xotira turlarini ko'rib chiqsak, so'z mantiq xotirasi mazmunini, fikr va mulohazalar, aniq hukm hamda xulosalar ishlab chiqishdan tashkil etadi. Ixtiyoriy xotira deganda ma'lum maqsadni ro'yobga chiqarish uchun muayyan davrlarda aqliy harakatlarga suyangan holda amalga oshirishdan iborat xotira jarayoni tushuniladi. Ixtiyorsiz xotiraning turmushda va faoliyatda katta o'rin egallashini har kim o'z shaxsiy tajribasidan biladi. Qisqa muddatli xotira qisqa muddatda esda qoldirishni ta'minlaydigan xotira turi. Operativ xotira inson tomonidan bevosita amalga oshirilayotgan faol, tezkor
harakatlar, usullar uchun xizmat qiluvchi, jarayonni anglatuvchi mnemik holatga aytiladi. Harakat xotirasi inson faoliyatining har bir turida ruhiy faollikning u yoki bu ko'rinishini ustunlik qilinishda kuzatiladi. His-tuyg'u yoki hissiyot xotirasi. Bu xotira his-tuyg'ular, ruhiy kechinmalar, hissiyotlar, ehtiyojlarimiz va qiziqishlarimiz qanday qondirilayotganligidan, atrofimizdagi narsa va hodisalarning xususiyatiga nisbatan munosabatimiz qay tarzda amalga oshirilayotganligidan doimo xabar berib turish imkoniyatiga ega. Obrazli xotira yaqqol mazmunni, binobarin narsa va hodisalarning aniq obrazlarini, uning xususiyatlari va bog'lanishlarini esda qoldirish, ongda mustahkamlash hamda zaruriyat tug'ilganda esga tushirishdan iborat xotira turiga aytiladi. Obrazli xotirada quyidagilar ajralib turadi. Vizual, ya'ni yaqin kishilarning yuzini, oilaviy uy hovlisidagi daraxt tasviri, o'rganilayotgan mavzu bo'yicha darslik muqovalarini eslab qolish. Eshitish, sizning sevimli qo'shig'ingizning ovozi, onaning ovozi, reaktiv samolyot yoki boshqa tanish bo'lgan ovozlarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Tatib ko'rish, sevimli ichimliklarning ta'mi, limon kislotasi, qora qalampir achchiqligi, sharqona mevali shirinliklar kabilar. Xushbo'y hid, o'tloq o'tlarining hidi, sevimli atirlar, o't tutunlarning hidlarini misol qilishimiz mumkin. Taktil, mushukchaning yumshoq orqa tomoni, onaning mehribon qo'llari, tasodifan kesilgan barmoqning og'rig'i, xonani isitish batareyasining isishi kabilar misol bo'la oladi. Xotira jarayonlari quyidagilardan iborat: esda olib qolish, esda saqlash, esga tushirish hamda unutish. Esda qoldirish idrok qilingan narsa va hodisalarni miya po'stida iz hosil qilishidir. Uning fiziologik asosi miya po'stida muvaqqat nerv bog'lanishining vujudga kelishidir. Esda qoldirish o'zining faolligi jihatdan ikkiga bo'linadi: ixtiyorsiz hamda ixtiyoriy esda qoldirish. Ixtiyorsiz esda qoldirish oldindan maqsad qo'yilmaydi, mavzu tanlanilmaydi va iroda kuchi sarflanilmaydi. Ixtiyoriy esda qoldirishda esa oldindan maqsad qo'yib, mavzu belgilanadi. Ixtiyoriy esda qoldirishda quyidagi turli usullardan foydalaniladi. Maqsad qo'yish, masalan, institutga kirish oldidagi maqsad. O'quv materialini tushunib esda qoldirish. Esda qoldirishning ratsional usullaridan foydalanish, masalan, esga tushirish yo'li bilan esda qoldirish. Psixologiya fanida esda olib qolishning quyidagi turlari mavjud. Ma'lumot, xabar, taassurot, axborot va materiallarni eshitish orqali idrok qilish hamda esda olib qolish. Egallash yoki o'zlashtirish zarur bo'lgan materiallarni ko'rib idrok qilish yordamida esda olib qolish. Materialni harakat yordamida va eshitish orqali idrok qilish hamda esda olib qolish. Aralash holatda esda olib qolish, eshitish, ko'rish kabi harakat kabilar orqali idrok qilish va esda olib qolish yoki bir necha ta'sir etuvchilar yordamida aks ettirishdir. Esda olib qolish jarayoni deganda biz sezgi, idrok, tafakkur, ichki kechinmalarni, xotirada saqlanish xususiyatlarini tushunamiz. Esga tushirish o'tmishda idrok qilingan narsalar, his-tuyg'u, fikr va ish harakatlarining ongimizda qaytadan tiklanishiga aytiladi. Esga tushirishning nerv fiziologik asoslari bosh miya po'stida ilgari hosil bo'lgan nerv bog'lanishlarining qo'zg'alishi asosida hosil bo'ladi. Esga tushirish bir necha xil yo'llar bilan hosil bo'ladi. Tanish, eslash, bevosita eslash, oradan vaqt o'tkazib eslash, ixtiyorsiz eslash hamda ixtiyoriy eslash. Esga tushirishning turlariga to'xtalib o'tsak, tanish ilgari idrok qilingan narsa va hodisalarni takror idrok qilish natijasida u yoki bu hodisani esga tushirishdir. Eslash narsa va hodisalarni uni ayni paytda idrok qilmay esga tushirishdir. Bevosita eslash esga tushirish materialni idrok qilish ketidanoq esga tushirishdan iborat. Vaqt o'tkazib eslash esda olib qolgan narsani oradan bir qancha vaqt o'tkazib esga tushirishdirki, bunda bu shu orada ongimizda boshqa jarayonlar o'tgandek bo'ladi. Ixtiyorsiz esga tushirish o'z oldiga biror bir maqsadni qo'ymasdan, iroda kuchini sarf qilmasdan esga tushirishdir. Ixtiyoriy esga tushirish shaxs o'z oldiga biror bir maqsadni qo'yib, iroda kuchini sarflagan holda esga tushirish. Esda saqlash deganda ilgari tug'ilgan taassuroti, fikr, his-tuyg'u va ish harakatlarining
takrorlanishiga moyillik paydo qilishi va mustahkamlanishini tushuniladi. Reminissensiya hodisasi Xreysga keltirish, unutilgan narsalarni yana xotirada qaytadan tiklash deb ataladi. Esda olib qolish va unutish tezligiga ko'ra xotiraning quyidagi tiplari mavjud. Birinchisi tez esda qoldirib, sekin unutish. Ikkinchisi tez esda qoldirib, tez unutish. Uchinchisi sekin esda qoldirib, sekin unutish. To'rtinchisi sekin esda qoldirib, tez unutish. Xotira tasavvurlari ilgari idrok qilingan narsa va hodisalar obrazlarning ongimizda qaytadan gavdalanishiga aytiladi. Yosh ortib borishi bilan xotira susayishi kabi holatlar yuzaga keladi. Demak, xotira susayishi turli shaklda kechishi mumkin. Birinchisi dismneziya, esda saqlab qolishning buzilishi. Ikkinchisi amneziya, oldin bilgan narsalardan ayrim fragmentlarning yo'qolishi. Demensiya, miyada qon aylanishining buzilishi bilan zehnning pasayishi. Keyingisi Alzheimer, xotiraning yo'qolib, odam o'z uyi, yaqin kishilarini taniy olmasligi, ism-sharifni ham esdan chiqarib qo'yish va oxirgisi Parkinson, mushaklar tarangligi, harakatning kamayishi, qo'l-oyoq titrashi, nutqning buzilishi kabilarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Demak, xotiraning buzilish sabablari ham mavjud. Jismoniy va aqliy zo'riqish, haddan ortiq ko'p aqliy mehnat faoliyati bilan shug'ullanish, surunkali uyqusizlik, surunkali stress, kuchli stressni boshdan kechirish, tamaki mahsulotlarini chekish, alkogol mahsulotlarini ko'p iste'mol qilish, narkotiklarni qabul qilish, bosh miyadagi yoshga bog'liq o'zgarishlar, insult, kalla suyak jarohati ochiq va yopiq holatlarda, qalqonsimon bez kasalliklari, qon tomir kasalliklari, yurak kasalliklari sababli miyada qon aylanishi buzilishi, demak, xotiraning buzilishiga sabab bo'luvchi omillar hisoblanadi. Xo'sh, xotirani yaxshilash uchun nimalar qilish kerak? Birinchi navbatda tabiiy mahsulotlarga murojaat qilamiz. Baliq miya hujayralarining uzoq vaqt davomida g'ayrat bilan ishlashi uchun kerak bo'lgan moddalarga boy. Tarkibida fosfor, polieteinga, omega 3 yog' guruhi mavjud bo'lib, u miyaning qon ta'minotini yaxshilaydi. Karam miya faoliyatini me'yorlashtiradi. Asab tizimidagi yosh bilan bog'liq muammolarni bartaraf etishga yordam beradi. Olma sharbati tarkibida miya katakchalarini oksidantli stresslardan himoyalaydi. Olma va olma sharbati keksalikda aql tiniqligini saqlab qolishga yordam beradi. Yong'oq damofinga boy mahsulot bo'lib, u fikrlash qobiliyatini yuksaltiradi. Uning tarkibida litsin moddasi miya faoliyatini yaxshilaydi va xotirani kuchaytiradi. Yong'oq miya qarishini oldini oladi. Temir eslab qolish layoqati va diqqatning jamlash uchun juda muhim modda hisoblanadi. Sarimsoq miya hujayralarini yoshartiradi. Ruh xotirani yaxshilaydi. Yod aqliy qobiliyat va kayfiyatga ta'sir qiladi. Bor miya faoliyatini tezlashtiradi. Magniy asab impulslarini o'tkazishda yordam beradi. Hurmatli tinglovchilar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz quyidagilardan iborat edi. Demak, aytilgan fikr va mulohazalarni amal qilgan holatda kundalik faoliyatingizdagi rejimingizga rioya qilib, xotirangizni rivojlantirasiz degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.